Assalomu alaykum hurmatli talabalar, aziz tinglovchilar. Navbatdagi ma'ruzamiz qatorlarning taqribiy hisoblashlariga tatbiqlari bo'ladi. Hop, o'tgan darsimizda ko'rdik sizlar bilan Taylor va Maclaurin qatorlarini, demak Maclaurin qatoriga elementar funksiyalarning yoyilmasi bizga kerak bo'ladi degandik. Demak, mana shu yerda o'sha formulalarni eslab qolishimiz kerak bo'ladi. Va taqribiy hisoblashlarga to'xtalib o'tamiz. Masalan, bizda y sonini hisoblash kerak bo'lsin. Demak, bu uchun bizga yx qatorining yoyilmasidan foydalanamizda x ning o'rniga necha 1 qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu yoyilmada ko'rishimiz mumkinki, ma'lum yetarli tartibda, masalan, 100 mingdan 1 aniqlikgacha hisoblash kerak bo'lsin. Demak, unda qoldiq hadini mana shu 100 mingdan 1-chi tartibgacha ko'rishimiz kerak bo'ladi. Demak, shu sondan kichik bo'ladigan. Bu yerda endi o'rniga 8, demak bu degani 8-chi hadigacha olishimiz yetarli bo'lar ekan, mana shu aniqlikda y sonini topishimiz uchun. 8 ta hadining yig'indisi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Demak, ifoda y ning taqribiy qiymati mana shu ekanligini ko'rishingiz mumkin. Keyingi misolda 3-izosta 130 ning mana bu aniqlikdagi hisoblash kerak bo'lsin qiymatini. Demak, bu yerda ham biz 130 ni demak hisoblashimiz mumkin. 125 plus 5 deb 125 ni qovusdan tashqariga chiqarib olsak, hop, kubinchi ilzosidan, shu uchun biz ikkita qilib yozdik. Kubinchi ilzosidan eng yaqini chiqadigani, butun son chiqadigani 125 bo'ladi. 5 ning kubi. Shu uchun chiqarib oldik. Ildizning ichida mana bu ifoda qoldi. Endi binom formulasiga ko'ra, yoyilmasiga ko'ra 1 plus 1 taqsim mana turibdi. X ning yoyilmasi. Bu yoyilmada nima qilamiz? X'imiz demak 0.04 ekanligini, y'imiz 1 taqsim 3 ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, mana shu yoyilma hosil bo'ladi. Endi bizga nechinchi tartibligacha aniqlik kerak bo'lsa, qoldiq hadini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan ko'rinib turibdi. Demak, qoldiq had 4 ta haddan iborat. 4 ta hadini olsak bo'ldi ekan. Birinchi 4 ta, birinchi, ikkinchi, uchinchi va 4-chi hadlarni olish yetarli ekan bu sonni mana shu aniqlikda 10 mingdan 1 aniqlikdagi yechimgacha topish uchun. Xo'p, funksional qatorlardan yoki Taylor Maclaurin qatorlaridan nafaqat taqribiy hisoblashlarda integrallarni qatorlar yordamida ham yana funksional qatorlar yordamida hisoblashimiz mumkin. Masalan, shunday integrallar bo'ladiki, bu integrallar biz bilgan usullar bilan integrallanavermaydi. Masalan, integral ostidagi funksiya mana bunaqa bo'lsin, y darajasida -x kvadrat. Belgilash kiritish bilan ham, bo'laklash bilan ham buni ishlashning imkoni yo'q. Lekin biz darajali qatorga yoysak, ya'ni Maclaurin qatoriga yoyilmasdan foydalansak va mana shu integral ostidagi ifodani olib borib qo'ysak, bu integralimiz mana bu demak ko'rinishda bo'ladi, yoyilma. Va uni hadma-had integrallash yordamida mana shu ifodaga hosil qilinadi. Endi ba'zida mana bu ifoda, chiqqan ifoda ham qandaydir qatorni yoyilmani tashkil qilayotgan bo'lsa, o'sha funksiyani yozib qo'ysa bo'laveradi. Lekin bu hamma va ham qandaydir funksiyani beravermaydi. Keyingisi sin x kvadrat, bu ham integrallanmaydi, oson usulda integrallab bo'lmaydi, ya'ni bizga ma'lum usullarda integrallab bo'lmaydi. Shu uchun bu ham demak sinusning yoyilmasidan foydalangan holatda keltirib qo'yib integrallaymiz. Mana integrallash orqali demak bu qiymatlar hisoblanadi. Taqribiy qiymat topildi. Keyingisi nafaqat integrallar, ya'ni differensial tenglamalarni ham yechishimiz mumkin. Nostandart differensial tenglama berilgan bo'lsin. Nima qilamiz? Nostandart differensial tenglamani yechish uchun aytaylik, bizga ma'lum bo'lgan usullardan foydalanishning imkoni yo'q. Bu chunki chiziqli ham emas. Bernoulli desak, Bernoulliga o'xshamaydi, lekin boshlang'ich shart bilan berilgan. Biz yechimni demak har qanday funksiya demak n-chi tartibli hosilasi mavjud bo'lsa, u mamlaqa demak Taylor formulasiga ko'ra yoyish mumkin edi. Shunga muvofiq demak Maclaurin qatoriga ko'ra yoyilmasi shunaqa va yechimni endi izlaymiz. Yechim qandaydir shu ko'rinishda deb izlaymiz. Hop, y' 0 da birligini inobatga olamiz va berilgan tenglamadan 2 marta, ya'ni bir ikkala tomonni differensiallab ikkinchi shartni y2' ni topamiz.
yana bir marta differensiallab uchinchisini bu ishni nima uchun qilyapmiz? Mana bu y shtrix, 2 shtrix, 3 shtrix nollarni o'rniga olib qo'yish uchun. Bu nimani beradi? Bizga izlayotgan funksiyamizni beradi, taqribiy qiymatini keltirib chiqaradi. Shunday qilib bu biz differensial tenglamamizning umumiy yechimini topgan bo'lamiz. Hop, xuddi shunday demak, yoyilmalar, agar mana bu yoyilmalar biror bir funksiyani ifodalayotgan bo'lsa, biz uni almashtirishimiz mumkin bo'ladi. Hop, keyingisi logaritmlarning qiymatini hisoblash. Logaritmik integral berilgan bo'lsin. Mana bu ifoda integrallab olsak, 1 taqsim 1 plus x ni integrallab olsak, plus ln 1 plus x hosil bo'ladi. Demak, uning integrali mana shu ko'rinishda bo'ladi. Yoyilma. Demak, -1 bir oraliqda bu interval o'rinli. Endi x ning o'rniga biror bir qiymat kelishi mumkin. Uni qiymatini hisoblang, ln 2 ni hisoblang, ln 1,5 ni hisoblang deb qolishi mumkin. X ning o'rniga o'sha ifodalar olib borib qo'yiladi va natija hosil qilinadi. Foydalangan adabiyotlar ro'yxatini keltirganmiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Salomat bo'ling.